Bolmasa kaşımdı cana ne bu canlı ne kılay ay ey bu canlı ne kılay. Bolmasa kaşımdı cana ne bu canlı ne kılay ay ey bu canlı ne Ötkende kılay. akan sana tümek kışkıcı insan belki ötken Mekki'ye bağmak ne gerek Mekki'ye bağmak ne gerek. Kalgan İbrahim'den ol eski dükkanı ne kılay eski dükkanı. Oy balam, oy balam, oy Dilşat Raydın balam. Ne oldu? Sana demek ki imkan vermem de gözlerin bir kısım bop kaptı ki balam. Oy balam, oy balam. Vay apa! Apa! Vay senin hayatını çıkan var bizning oşaq muqamning muqaddimisining dal o'zi. Qadir apa? Oy balam, oy akınım balam. Oy balam, bersin. Onda keldin mi? Yaxşı, Qadir optan balam. Yaxşıdın mı? Vay. Bu qanday ket? Bu osmondan tushdi olarmi, yerdan tushdi olarmi? Albatta kelishni oldida bir telefon qilib qo'ygan bo'lsanglar, oldinlar chiqmasmi deb. Voy jinim aka qarab, men shunda opam seni ko'rishga aldirab ketdi. Oldimda diketga tik de qilib men bizdan kep bo'pti deyman. Kela bolam men. Gel. Ama o'rinda qolmadan. Qandarak Voy apa? balam. Ahol yaxshimi? Oğlum kişimi balam seni şundan sevdim Pijama kelib balam. oldingmi? Voy yaxshi. Yotoqlarım o'zi bu kamrik ha. Hozir chiqishdi. Qandarak aka? Yaxshi. Xotin yaxshida? Ha yaxshi. Voy balam. Tuqqanlar hamma seni sevindi. Qara. Rahmat apa, rahmat. Tuqqanlar sevinib salom etdi. Jut xalqim san sevinib salom etdi degine. Rahmat. Balam. Sen bu artistlikka imtihan berim deb nayda jabat atmış ketip aran öttün degine. Sen bu çok şey kelip tirishib uygunib ya shaki oldin deb lag'aylab yuribsan. Yani imtihan berib ya. Adamni qo'rqatmoqda. Aka, hozir biz kadrda imtihan yomon jiqtol deydi. Shundaymi? Voy imtihan degan yaxshi u. Voy apa. Men Urumchi kelishning oldida seni degan gaplaring hammasi qulog'imda. Aka, voy nimalas bu? Turmush bu siziqni ishga cho'mildek buni siz olibsiz ha? Voy bolam burmuch ushaq gulli turdiq nima bu? Voy jinim apa bu degan nota. Nota? Ha. Men hozir bir tarafdan o'shki muqomni o'rganib, bir tarafdan tadqiqot olib boryapman. Ey aka, mandaqcha. mush anglasam, mush radio, gazet, jurnalda deb maktab ketdi. Mush boshqa davlatning muqomlarim bormi? Bor. Masalan, Hindiston, O'zbekiston, Turkiya, Arabistonlarning o'zlari muqom bo'ldi. Biz Uyg'urlarning o'shki muqomimiz bor. Shundoq. Uni qilishda qancha vaqt ketdi? O'shki muqomni hamon o'rinlash uchun bir kecha kunduz, ya'ni 24 soat vaqt ketdi. Rahmat bolam. O'z vaqticha men sizlarning dadanglar bilan to'y qilgan vaqtida muqomchilardan sazlarni chelib, muqom naqshlarni aytib, izdigani zilzilga keltirib aytgan danglar. Chang chiqarib aytgan. Bolam. Kel, o'tir apa. Kela. O'tir. Ama men O'zingmi optan ishlab o'tibsa bolam. Men sendan rozi. Çok ishni tutishga o'tibsa. Endi gapning o'ziga kelsak. Endi shu sening turmush ishingni bir o'ylashdingmi? Qandoq deb shuningga bir kelgan tuqa. Uniga o'ylashgan apa. Hech bir oyog'i chiqmadi-ku. oyog'i chiqmadi-ku. Oyog'i chiqmayotdi. Hey bolam. Asliga qar sendin kelsa bo'ladi. Sening ishing 30 kirib qoldi. Endi bizning yezining qoida tuzumi bo'yicha endi kichik olsa-mu ukaning to'yini qilib qo'ydi qara. Hay bolam. Ukangmi bir bolalik qoldi, shundoq bir chiroyli qiz bordigina. Osh navramga qarab o'tirib ketdim. Senin bir qachon bir to'y qilsa, sening bolang olsa, shu navramning bir bag'rimga besib o'tirib kelsam deyim bolam. Aka, mush bu da bizning kelishimizga maqsad emas, qara. Sanani bir to'yini qilib deb, opam ikimiz ozroq bir pul o'tib rastlab keldik. Shundoq qilib bolam. Voy bu pul tayyor olgan bilan men oladigan qiz boltiq tayyor emas. Ey bolam. Moy shundoq cho'ng shaylarda turib, unda bir qizlar ko'zingning qirnini sap qo'ymadingmi?
Onu sağan. Ha. Bırak hemis meni taşıp etti. Nima? Taşınıp etti. Vay nomusum. Sen mençilik memleketse ha? Ya iş bulmuşsun ancak birisini tutup toyuğunu kız, endiki muhabbetleşsen olmanda. Endi kilafa otur. Ha ha. Gap çıkıp kaldı. Ha. Bir şey divite. Ha digine bolam bir o çıkın digine bir anan bir ağlap baksın senin derdine. Men kelip bir jildeki şu ağillinin tanıştırışaklar. Ha. Bir kız bilan tanışkandım. Ha. Qashqarlik qizga. Shundoq chiroyli, Ha. aqlli, Ha. shundoq bir pokiz muloyim qiz ekan. Ha. Ashu qizig'imga yaxshi ko'rdimmi deb uyganmiganmish Qashqarlik naqshlarim bo'lganmi deb. Voy bolam men deydigansan. Jiq naqshini aytmadi. Shu naqshni bir bizga bir Ha, bir perde. Uçağındık çekmem mi? Vay! Dollandık ketmem mi? Dollandık ketmem mi? Nakşı isem kaylaysın, vay bala, sen mümende gitmem mi? Vah. Bolam. Belen okuyatın cuma, belen okuyatın. Naqshani anglab qo'y yurakları erib ketgandi. Nima deysiz asli? Ya nemish o? Tutam ana. Nemish oldu? Yurguga bir 5-4 kun eridi. 5-4 kun? Enodin ken. Nima dedi demeysizlar? Ha. Buyda suzilib chirib. Qilshatiraydan, man qaysan hocam? Şoför tutlarla tötvara qag'az kesh, bizim jijlab o'tag'imda bir ish bitmaydi. Ma o'tirishlarda qachon bir ishni 5-taki deb kuzam yetmadi. Juma men ketay deb ketib qoldi. Ketdi. Shunlar bu qizdan ayrilib qoldim. Voy. Enodiki yana bir qiz bilan tanishdim. U G'uzuluqga. G'uzuluq? Ha, endi qiz sening naqshangga bir qiz oldi, oshiq bo'lib qoldi deb olgan. Ha, to'g'ri shu. Bu naqshdan davomida qilmaydigan. Ashuni bir chepiray. Ha. Süzük sular geldi Kugat dilimler Kızıl alma ekip geldi Sizi bilimler Humma küzlük şu yarimni Körer mi devler Ey Jirahlağa ilip gitey Eyran dilimler Muşun akşamı çağırsam cilim apa Ha. Endi. Suga karamet oynaydı o kız. Ha. Bu qanday oldu? Voy ma'qul demay turamtiki bu. Umi ketdi. Ketdi. Nima deydi deysizlar? To'g'ri qildim xudoyim. Bunun qarg'ilari. Bu kesh tachib o'tirdi ekan. Tova. Qo'llaning maqalsi bor edi. Salshini bolam demay, buqini kalam demay deb. Men buni tegib qo'ydigan bo'lsam, sorun, jut berib, yumur etib, duttachilib, ya bolasizlar, ya qalasizlar, qarib yuribdi-ku. Bolalarimni qanday boqmay, buni tegsam, yey, bo'ldilar. Buni tekichi men. To'tmo yerib abi dehqonga tegay deb ketdi. Voy benim bolam. Voy benim bolam. Ha. Chiya o'tira. Yana bor. Voy yana Ba, yana bor. Voy sen de yaparsın bolam. Ha. Otur. Enodin ken, bir to'y qilgan turdik ne apa? Ha. Shu yer bir qiz bilan tanishib qoldim. Voy. O ne bo'ldi? Atishli qizga. Ha? Atishliq. O'zim shunday chiroyli. Nayt muisbat obdan qizga. Ha. Turmush qilib shunday chang. Ha. Sta. Ha. Mushu. Ushbadiga chaladigan bo'lsam o'ynaydi. Shuni o'ynaydi. Ushbadi? Ha, ushbadi. Bira.
Onu çalan da. Bizde. Ha. Doktorum 15 bede, boş bede yama yede, boş bede yama yede. Oynayılı koymam sen, könlüm hale gayyede, könlüm hale gayyede. Uçundan çalsam, usul oynaydı. O kızvalının usuluma aram 4 yıldan oldu. Ne oldu? Yanlış oldu balam, yanlış oldu. 4 gündük gen. Ha. O kızvalı posak kıdı kopal gittim 5 günü kıldı. Ha. Ma kaylan, Ha. kılıç atıraydın. Ha. Kaç kışam 3 içip oturuyorum siz. 3 gibi 3 kilemde. Ha 3 çağır talaşkım 3 dolar tapkın 32 gidip kettim ha. Ketdi. Balam, vay O benim. nimanda ahmaq qız bola o. Ey Xudoyim. İstet. Men qız olib qolganimda sang'il tegyaptim hozir. Balam, vay balam. Ben çapatat gitti balam. Yıkızlım. Ha. Yanlış oldu. Yeni bir kız bilan yurib qoldi, dema fa. Voy. Sen dikkatimay judungmi ya bu yerda? Ya endi shu qiz bola hotellikka. Otelde. Men ma tadqiqotlar shug'ullanib ketib, Ha. o qiz bolaga ko'ngil berolmay. Ha. Ancha-muncha u yerga chiqolmay. Qarın. Degan yerga bormab ketganman, Ha. bu toza ilgirgilik sesiz kelib yurib qildik. Ne mi dedi be? Dep bakına bir anlap bakay. Ha, Dilshod Royda. Kashni so'kalda tavlay, to'tva qog'ozni bimjab o'tiramiz, ayna. Tomoqni mutizib kiymay, shu sovuqni ishib, og'zimizni, bunimizni sho'lgay qilib, debdan yo'l qilib berdim. Aynen bir otelden dayak veray. Şun yapı canlanıp rock'unda poşkanda talağa sakrap çıkıp gilemsitin deydi kalı. Gilemsitin ya? Elini şunu ağırlık Oy bilen. balam. Hem tadqiqotlar shug'ullanib atmaydi. Oy balam. Aka. Oy balam. Ko'ngling yerim qimgina bo'ldi. Ab bizning yurtda tirnoq to'qdagida qizlar bor. Biroq tunishtirib qo'yma. Balam. Qo'yg'ona? El kız saymakının kızı var öyle. Ap çırayla pişecek kız ola. Akamdimi qiyri bo'lmaydi. Lekin endi sizning qo'shnimiz davom Mekelan. Qara apa. Ha. Men hozir to'y qilsam bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Neymiş ki? Qara, mening qo'limda bir muncha ishlar bor. Men ishlarni bir oyog'ini chiqarib etmasam bo'lmaydi. Oy balam, o işlerin koymayımken bırak inin işkimizle ümitsizlendirip koydun ko. Voy jinim apa. Uyg'ur xalqimizning 12 muqomi eg'izning eg'izga taqilib kelgan. Ha. Amanni saxinim ayni yillarda o'zining bir umr hayotini Uyg'urning 12 muqomiga bag'ishlab etgan. Oyay! Ey balam, Ha? onda azca kara. Aman sahanı tukalırdım birini tek şunun kızını. Voy apa. Ma geping bo'lmadi. Ha. Bu amanni saxan degan, burungi zamonda o'tgan bir muqam shunas. To'g'ri. Onun ne yüz yıl olab ketdi. Onun ballarını nazırımız nereden tapımız? Emdi deyimin ha balam. O seni onda dese, bu seni bunda dese. Ay balam. Hey, O. onu tas kaptı mı? Ha? Az somkıdı gelip kuluna ala. Ha. Çık bol. Balam, senin işini kollayın balam. Bu tadqiqat degen, bu yezikçilik degen, bu 12 muqam degen, bek moyim degen. Ha? Aka, mush pulni opam ishga sinov to'yin qilishni raslab kelgan. Nech bol? 10 ming yuan. Mush oz-ozmi mush Uyg'ur muqam uchun, tadqiqot uchun ishlatgina. Jinim uka bu azam bo'lmaydi. Ya. Azam bo'lmaydi. Azib qoldi aka. Ya, Rahmat apa, rahmat. balam. Ya, ishqisa aka. Az olsun ha. Uyg'ur 12 muqamını tadqiq qilish uchun bu 10 ming yani sen ishlatgan. Azib qolsa, yana biz bor balam, biz bor. Rahmat apa, rahmat sana, rahmat. Hey balam, ko'nglimdagi gapni aytsam, sen san'at umaki artist olaman deb 3 qitim imtihon berib, natija patotding. Yana imtihonga tayyorlik qilib qo'yasizmi? Nima deydigan sapadamni qo'rqitib, men intamni zerib ketgan. O turmushning qizvalining imtihonisin deb o'ylab qo'yasiz. Qanday? Rahmat.